Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ko'rsatuvimizning yana bir soni efirda. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Sirdaryo viloyati iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi bo'lim boshliqlari Uchqun Nurbekov, Oybek Jabborov, Ozodbek Bektemirov, Akmaljon Bozorov hamda bosh boshqarma mas'ullari va tuman shahar bo'limlari rahbar o'rinbosarlari ham ishtirok etyapti. Studiyamizga xush kelibsizlar. Demak, keling ko'rsatuvimiz avvalida mana shu viloyat iqtisodiyot va moliya boshqarmasining asosiy vazifalari xususida to'xtalib o'tsak, marhamat. Sirdaryo viloyati iqtisodiyot va moliya vazirligi demak tashkil prezidentimizning 14-sonli farmonlariga asosan juda ikkita katta bir sohalar tashkil etilgan. Ya'ni bitta soha iqtisodiyot sohamiz bo'ladigan bo'lsa, davlatimizni makro iqtisodiy va mikro iqtisodiyotimizni, eksport, importimizni hajmini belgilab beradigan bir katta soha. Undan tashqari juda yirik loyihalar, sanoat korxonalarini infratuzilmasini yaxshilash va u borasida ketayotgan masalalarni olib borish yuzasidan muvofiqlashtiradigan bir katta sohani oladigan bo'lsak, iqtisodiyot. Moliya vazirligi shuni bir moliya tizimimiz shuni bir bo'g'ini sifatida bir ya'ni uni moliyalashtirish, shakllantirish, tuzish, ko'rib chiqish yo'nalishlarini o'ziga qamrab olgan. Ya'ni budjet tashkilotlarimizni, budjetdan mablag' oluvchi tashkilotlarini moliyalashtirish tizimini o'z ichiga olgan. Maktab, internatlarimiz bor 14 ta. O'shalarni yil davomida o'sha xarajatlar smetasini tuzamiz, shakllantiramiz, boyagi aytganimdek, qayta taqsimlash vazifalarini amalga oshirib kelyapmiz. Bunda bizlar asosan nimalarga e'tibor beramiz? Butun jamiyat hamma biladi, birinchi navbatda xodimlarning ish haqqi. Ish haqqini to'g'ri rejalashtirish, o'z vaqtida moliyalashtirish va undan tashqari kommunal, ya'ni kommunalda suv, gaz, svet o'sha yo'nalishlarda o'sha nimada har xil muammolar keltirilmasligi uchun oldindan tahlil qilib, haqdorlik, kommunal tizimni haqdorlik, qarzdorliklarni tahlil qilamiz. Svetlar hozir kunda mana katta islohot ketgan, elektronlik bo'lgan, tizimga o'tgan. O'sha o'chib qolmasligini oldini olish maqsadida oldindan o'shalarni monitoring qilib boramiz. Endi asosiy nimalarimiz mana yo'nalishlarimiz moliya tizimida 7 ta 8 ta katta sohalarimiz bor. Ya'ni davlat boshqaruv organlari deydi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi, madaniyat boshqarmasi, maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmalari va shunga o'xshash boshqarmalarni moliyalashtirish alohida bo'limimiz bor. Undan tashqari ijtimoiy soha, ya'ni madaniyat tasarrufiga musiqa maktablari, undan tashqari madaniyat uylari, madaniyat muassasalari, san'at maktab internatlarini moliyalashtirish alohida bo'limimiz bor. Undan tashqari yana yo'nalishlarimiz bor, obodonlashtirish. Ya'ni o'sha viloyatda butun tuman shahardagi obodonlashtirish sohasini moliyalashtirish bo'limimiz bor. Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish bo'limlarimiz tashkil topgan. Hozirda mana katta hurmatli Erkinjon Oqbo'tayevich viloyat rahbarimiz yangi va rahbar tayinlandi. 2025-yil yanvar oyida kelgan bo'lsalar, mana hozirgi kunda juda sezilarli ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni viloyat rahbarimiz yopiq qarorlari chiqqan. Qarorlari asosida juda katta islohot ketyapti hozirgi kunda. Ya'ni islohotlar butun viloyatni qamrab olgan. Hech qaysi bir soha qolib ketgan yo'q. Hammasini yo'l desak, yo'l infratuzilmasimi, suv desak, suv kanalizatsiyasimi, ko'p kvartirali uy-joylarni qurishmi yoki uni qayta rekonstruksiya qilish. Men xursand qiladigan masala, ya'ni ta'lim sohasida ishlaydigan bo'lsam, ta'lim sohasida har yili masalan 24-yilga, 23-yilga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hurmatli boshlovchi, 10 ta yoki 8 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz rekonstruksiya qilinardi yoki yangidan qurilardi. Hozirgi kunda mana juda 46 ta umumta'lim maktabimiz, 47 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari qayta mana 2025-yilda rekonstruksiya qilish loyihasiga tushgan. Undan tashqari 454-sonli prezident qarori bor. Investitsiya dasturlari asosida moliyalashtiriladi. Unga ham 8 ta 10 ta ijtimoiy soha obyektlarimiz tushgan. U juda bizni quvonarli masala desak
menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Asosiy ko'rsatkichlarni aytib o'tdim. Endi savollar bo'lsa, nima bo'lsa boshqa Akmaljon aka juda ham batafsil fikrlar berdingiz. Haqiqatan ham yuqorida o'zingiz aytgandek, mana shu bugungi kunda viloyatimizda amalga oshirilayotgan mana shu moliyaviy sohadami, umuman aholiga har tomonlama qulay sharoitlar yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bu davlatimiz rahbarining mana shu bizga umuman aholimizga, mamlakatimizda borayotgan islohotlar samarasi, umuman aholiga qulay turmush yaratish, sharoitlarni yaratishga qaratilgan islohotlar samarasi deb hisoblayman. Mana shu samarani biz davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlarni mana bugun biz hattoki mana shu moliyachilar ham mana o'zingiz yuqorida aytib o'tgandek har bir sohani moliyalashtirishda, to'g'rimi? Aholiga qulay sharoit yaratishda mana shu olib borayotgan mana shu hozir jarayonlarga to'xtalib o'tdingiz. Darhaqiqat keling endi mana shu moliya bosh boshqarmasimizda yuqoridagi mana bo'limlarga to'xtalib o'tdik. Hozir studiyamiz yana ishtirok etishyapti. Marhamat, Uchqun aka, Oybek aka, Ozodbek aka, o'zimizda mana shu faoliyatimiz bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tsak, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Men shu iqtisodiyot va moliya boshqarmasida faoliyat olib boraman, ya'ni mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlarini moliyaviy ta'minlash bo'limi boshlig'iman. Bunga kimlar kiradi? Yuqorida hamkasbimiz aytgandek, mahalliy davlat hokimiyatlari, boshqaruv tashkilotlariga kimlar kiradi? Sog'liqni saqlash boshqarmasi, madaniyat boshqarmasi, qurilish boshqarmasi, qishloq xo'jaligi boshqarmasi, veterinariya boshqarmasi, shunga o'xshagan bir qator boshqa tashkilotlar kiradi. O'sha tashkilotlarni moliyaviy ta'minlash, ularni shtatlarni tuzish, xarajatlar smetasini tasdiqlash, ro'yxatdan o'tkazish vazifasini olganmiz. Bundan tashqari nodavlat notijorat tashkilotlariga subsidiya va grant mablag'larini ham moliyaviy ta'minlab berish vakolatimiz bor. Rahmat, marhamat, Oybek aka, Ozodbek aka. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli jonli muloqot ishtirokchilari. Men Jabborov Oybek, ijtimoiy soha iqtisodiyoti, ijtimoiy soha masalalarini moliyaviy ta'minlash, ijtimoiy sug'urta mablag'larini boshqarish sho'basi boshlig'iman. Bizda asosan ijtimoiy soha masalalarini moliyalashtiramiz, ularni xarajatlari, smetalari, shtatlar jadvalini tuzish jarayonlarini amalga oshiramiz. Bizning bo'limimizda sog'liqni saqlash muassasalari, ya'ni bizning viloyatimizda 165 ta sog'liqni saqlash muassasalari joylashgan. Undan tashqari sport maktablari, bizda tuman shaharlarimizda 13 ta sport maktablari hamda viloyat byudjetimizda moliyalashadigan o'sha 8 ta ixtisoslashgan sport maktablari faoliyat yuritadi. Undan tashqari viloyatimizdagi 73 ta madaniyat muassasalari ham moliyaviy jarayonlarni biz bo'limimiz orqali amalga oshiriladi. Ularning yil davomidagi, o'sha moliya yil davomidagi xarajatlar smetalaridagi bo'layotgan o'zgarishlar hammasini o'sha biz nazorat orqali funksional vazifalarimizni kelib chiqib amalga oshiramiz. Ozodbek aka, marhamat, qisqagina to'xtalib o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum, auditoriya qatnashchilari, tinglovchilar. Bugun sizlar yuzma-yuz kelgandan bag'oyat xursandman. Rahmat. Men Sirdaryo viloyati iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi mahalla byudjeti va tashabbusli byudjet jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha sho'ba boshlig'iman. Qisqacha faoliyatga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qisqacha faoliyatimni aytadigan bo'lsam, tashabbusli byudjet dasturi bo'yicha viloyatda amalga oshirilayotgan har bitta jarayonlarga bevosita nazorat qilib boramiz. Har bitta jarayonda qatnashamiz viloyat vakili sifatida. Endi qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, tashabbusli byudjet dasturi 2021-yil prezidentimiz 50-72 sonli qaroriga asosan amalga oshirilgan bo'lsa, mana shu o'tgan davrlarga to'xtaladigan bo'lsak, 1000 dan ortiq loyihalar amalga oshirilyapti. 2025-yilga keladigan bo'lsak, 60 ta loyiha g'olibga topildi. Bu yerda eng quvonarli shundaki, har bitta fuqaroning byudjet shaffofligi, ochiqligiga o'zi ko'zi bilan ko'ryapti, o'zi bergan ovozlar orqali o'sha mahallada yo bo'lmasam biror ijtimoiy sohalarda obod bo'lishiga hissa qo'shyapti. Quvonarli shundaki, har bitta tuman, shahar, viloyat kesimida har chorakda reyting bo'ladi respublika bo'yicha. 2025-yil birinchi chorakda Sirdaryo viloyati yashil hudud deb topildi. Ya'ni 11 ta tuman shaharda oladigan bo'lsak, 10 ta tuman shaharimiz yashil, bittasi sariq bo'lib qoldi. O'sha ishlar olib boryapmiz. Kelgusida barcha tuman shaharlarni yashil hududda olib chiqib, respublika darajasida viloyatimizda eng oldi qatorlarga olib borish niyatida ishlar amalga oshiryapmiz. Rahmat, Uchqun aka, umuman mana tashabbusli byudjet haqida gapirganingizda bir narsaga alohida e'tibor fikrimni qaratmoqchi edim.
mana shu davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2021-yil dedingiz-a? Xuddi shunday. 2021-yilda bu termin kirib kela boshladida bizga. Shu davrlarga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, joylarda ayniqsa mana fikringizni boshqa tomonga qaratmoqchiman, ya'ni mana shu aholining muammolari bilan ishlash bo'yicha qaratmoqchiman. Joylarda tashkil etilayotgan sayyor qabullarda bo'ladimi yoki mana shu joylarda mana shu aholining muammolarini o'rganish sohasida bo'ladimi? Mana shu juda ko'plab muammolar kelib tushardi. Xabaringiz bor unda ham ko'plab muammolar kelib tushardi. Ayniqsa mana shu joylarda infratuzilmani yaxshilash bo'ladimi? Umuman yo kommunal soha bo'ladimi? Qaysi soha bo'lsa ham ko'proq muammolar kelib tushardi. Ularni yechish bo'yicha yo dasturlarga kiritilardi, yo dasturga kiritgandan keyin unga vaqt. Men aytmoqchi bo'lganimki, mana shu open byudjetni shakllantirilishi bugun shaffoflikda yuzaga keltirdi-da. Istagan joyda, misol uchun, qayerda muammo bo'layotgan bo'lsa, aholi o'zini mana shu yuzaga kelgan muammosini o'zi to'g'ridan-to'g'ri onlayn platforma orqali shu muammosini agar g'olib topadigan bo'lsa, yechish imkoniyati paydo bo'lyapti. Shunday emasmi? Albatta. G'olib deb topilgan loyiha rad etilmaydi. Qachonga rad etilishi mumkin? Boshqa dasturlarda amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lsa, ikki tomonlama moliyalashtirish yuzaga kelish oldini olish maqsadida Oliy Majlis 666 soni qaroriga asosan boshqa dasturlarda amalga oshirish ko'zda tutilgan dasturlar tashabbusli byudjet dasturida amalga oshirilmaydi degan holatlar bo'lishi mumkin. U 2023-yilda bo'ldi. Misol uchun Shirin shahrida boshqa dasturga tushgan, lekin keyinchalik boshqa dasturga tushgan, open byudjetdan yutib chiqqan, shuning uchun open byudjetdan chiqarilib boshqa dasturga amalga oshirildi. Lekin bitta narsani ishontirib aytishim mumkin, hech qanaqa asossiz g'olib bo'lgan loyiha amalga oshirilmay qolmaydi. Sababi uning nazoratchisi xalq. Xalq bilasizlar. Hamma xalq ochiq murojaat qilib, open byudjet dasturi bor. openbudget.uz degan dastur bor. Loyiha egasi to'g'ri unga fikr bildiradi. Fikr bilgan fikrga respublika darajasida javob qaytariladi. Agar siz sizga savol bermoqchi ruxsat bersangiz, siz ovoz berish jarayonida qatnashganmisiz? Ovoz berish jarayonida qatnashganman albatta. Nima uchun o'z mahallangizga ovoz berganmisiz, boshqa joygami? Yo'q, albatta o'zimning mahallamga ovoz berganman. Siz ovoz loyiha kiritganmisiz? Endi to'g'ri bizga tashabbusda bildirilgan edi bizning mahallamizda. Mana shu yo'lda o'zim Guliston tumani Ishonch mahallasida turaman. Shu yerda yo'limiz tushgan edi. Mana bu yil biz g'olib topildik. Men xursandman mana shu byudjet tushganiga. To'g'ri bizning ko'chamizdan o'sha mayda tashabbus tushgan edi. O'sha loyiha muallifida shunday imkoniyat ochilganki portalda har bitta jarayonni baholab boradi 3 ta etapda. Agarda negativniy fikr agar bildirilgan bo'lsa, har bitta u fikrni biz olamiz, unga javob beramiz, bog'lanamiz. Masala qayerda yechimini topmaguncha bu narsa portalga yopilmaydi. Tushunadi. Rahmat bildirilgan fikr va mulohazalar uchun. Keling endi navbatdagi savol bilan Uchqun aka sizga yuzlansak. Umuman mana shu bugungi kunda mana shu turar joylarda yashovchi jismoniy shaxslardan, demak, mol-mulki va yer solig'i bo'yicha mana shu undirilayotgan mablag'larning sarflanishi bo'yicha bir to'xtalsak, marhamat. Bu masala ham yaqinda chiqqan 2023-yilda prezidentimizning 402-son qaroriga asosan nima qilindi, tashkil qilindi. Mahallalarda, ya'ni yuridik va jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer soliqlarining undirilgan summasidan 10% miqdorida mahalla byudjetiga ajratiladigan bo'ldi mablag'. Ya'ni jamg'arma shakllanadigan bo'ldi. Ushbu jamg'armaga shakllangan mablag'ni sarflanishi o'sha mahallani moddiy texnik bazasini rivojlantirishga, ichki yo'llarini ta'mirlashga, oqova suv, ichimlik suvlarini ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, ya'ni ko'cha chiroqlarini o'rnatish, ularni ta'mirlash, elektr energiyasi bilan bog'liq masalalar, shunga o'xshagan yana bir qator nima deydi, mahallaga masalan kameralar o'rnatish, nazorat kameralari o'rnatish, shunaqangi masalalarni yana kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish, ularni boyagi ijtimoiy ahvolini yaxshilashga sarflanishi belgilab berilgan. Hozirgi kunda o'rtacha bir oyda bitta mahallaga 1 milliondan 3 million atrofi o'rtasida mablag' shakllanyapti. Bu bir yilda 20-25 millionni tashkil qiladi bitta mahalla uchun. Endi buni qancha ko'paytirsak, shuncha o'zimizga yaxshi. Buni ko'paytirish o'zimiz qo'limizda. Shu jismoniy shaxslar o'zidan bilib, majburiyatini his qilgan holda o'sha mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida to'lash kerak. Asosan ko'p foiz mana shundan kelib chiqadi. O'sha 10% mahalla byudjetini shakllanishi jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer solig'idan kelib chiqadi.
asosan o'sha qismni tashkil qiladi. Undan tashqari yana u yerda nimalar bor? Mahalla hududida 2000 kvadrat metrgacha bo'lgan davlat ko'chmas mulk obyektlarini hokim yordamchisining onlayn buyurtmasiga asosan nimaga qo'yish, auksionga qo'yish orqali sotishdan tushgan tushumi ham bu jamg'armani shakllantirib boradi, pulini ko'paytirib boradi. Bundan tashqari mahallani mol mulkini belgilangan tartibda ijaraga berishdan olinadigan mablag'lar, keyin o'sha mahalliy byudjetni, tuman shahar mahalliy byudjetlarini orttirib bajarilgan qismidan ham shakllanishi mumkin bu mablag'lar. Yuqorida aytganimdek, o'sha mablag'lar mahallani o'ziga ijtimoiy infratuzilmalarini rivojlantirishga, yaxshilashga sarflanadi. Rahmat. Keling endi Ozodbek aka, mana shu mahalliy byudjetda qo'shimcha manbalar deganda nimani tushunamiz? Marhamat. Mahalliy byudjetda qo'shimcha manbalar deganda birinchi navbatda tuman shahar viloyatlarning yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari. U nima degan savol tabiiy. Unda erkin qoldiq mablag'lar shunday narsaki, yil davomida ishlatilmay qolgan mablag'larning yig'indisidan aylanma kassa mablag'lar ayrilgan qismi. Bu har bir joyda, har bir viloyat kengashlari ham tuman shahar xalq deputatlari kengashi tasarrufida qolgan mablag'. Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan ushbu mablag'lar birinchi navbatda Oliy Majlis Senati 331-sonli qaroriga binoan hukumatimizda, prezidentimizda topshiriqlariga, ya'ni hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga ishlatiladi. Undan tashqari peripalniyni deydi ruschasiga, o'zimizda tilda daromadlar rejasini orttirib bajarilgan qismi. Bu ham ishlatilish tartibi bir xil, xuddi o'shanday. Keyin yer mol mulklarini realizatsiya qilish, ya'ni sotishdan tushgan tushumlar, davlat tasarrufidagi binolar sotishdan tushgan tushumlar hamda maqbullashtirilgan mablag'lar qo'shimcha mablag' hisoblanadi. Endi qo'shimcha mablag'lar birinchi navbatda biz viloyatimizda katta ishlar amalga oshirilyapti. O'tgan yillarda oladigan bo'lsak, 108 ta maktabga hojatxonalarni qayta ta'minlash uchun 7 milliarddan ziyod mablag' ajratildi bitta shuning o'ziga. Viloyat qon quyish tibbiy muassasasini binosini remont qilish uchun ham, qayta qurish uchun 9 milliarddan oshiq mablag' ajratdik. Katta narsalar bo'lsak, tashabbusli byudjet dasturiga ajratamiz buni bevosita. Bu yil 2025-yilda o'zida qariyb 10 milliardga yaqin qo'shimcha mablag'larimiz tashabbusli byudjet dasturiga qo'shimcha yo'naltirildi. Yana qo'shimcha qiladigan bo'lsam, dastlab bizda 2025-yilda 48 ta loyiha g'olib bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha mablag' hisobidan Sardoba tumani, Guliston tumanida qo'shimcha manbalar hisobidan berilib, qo'shimcha 2 ta loyihaga qo'llab-quvvatlab fuqarolarni qo'llab-quvvatlab g'olib topishiga erishdik. Bunda Guliston tumanini oladigan bo'lsak, mahalla nuroniylarini binosi qurish, Sardoba tumanini oladigan bo'lsak, Sardoba tuman tibbiyot birlashmasini jihozlash bilan bog'liq loyihani qo'shimcha mablag' hisobidan amalga oshirdik. Rahmat. Hozir mana studiyamizda ham Guliston tumani, Sardoba tumani, mana Xovos tumani ham vakillari ishtirok etyapti. Bu borada qisqacha fikrlaringizni tinglasak hozirgi mavzu yuzasidan. Marhamat. Studiyamizda mikrofonlar bor. Marhamat, Sardoba, o'zingizni tanishtirib. Ishtirokchilar, men Sardoba tuman moliya iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosariman. Mana boshqarmada Ozodbek aytganidek, bu qo'shimcha mablag'lar shakllanishi yil boshiga erkin qoldi hamda 1-chi, 2-chi, 3-chi choraklar daromadlarini rejadan oshirib bajarilgan qismi. Bularda asosan ishlatilishi 30% prezidentimiz farmoniga asosan 30% o'pim byudjet, ya'ni tashabbusli byudjetga o'tkaziladi. 30% qolgan qismi tuman hokimiyatining kengash qaroriga asosan muhokamaga qo'yiladi. Birinchi navbatda kreditor qarzdorliklarga yo'naltiriladi. Keyin shu tashkilotlarni ijtimoiy sohani rivojlantirishlarga yo'naltiriladi. Keyin qolgani shu tuman hokimliklarining moddiy texnikasini rivojlantirishga ishlatiladi. Rahmat. Mana shu qo'shimcha manbalar yuzasidan mana ishlash sarflanish bo'yicha bugun misol marhamat Xovos tumanida mana vakilimiz bor ekan yoki Guliston tumanida nima ishlar qilindi? Qisqacha to'xtalib o'tsangiz, o'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli tinglovchilar. Men Xovos tumani moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosariman. Bizda 2025-yil erkin qoldiq 1 milliard 611 million tashkil etadi.
daromadda oshgan qismi hozirgi kunda 33 million. Ularning birinchi o'rinda boyagi hozir hamkasblarimiz aytib o'tdi. Tashabbus budjetga birinchi, qolgani o'sha tuman infratuzilmasidan kelib chiqib ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlashga hamda o'sha tuman hokimiyatini moddiy rag'batlarni shakllantirishga. Ularni yuzasidan hozirgi kunda bizda tumanda sog'liqni saqlashni kuz-qish masalalari bo'yicha isitish tizimlariga pul ajratildi. Eng asosiylari, kattalari isitish tizimiga ajratildi ko'proq. Rahmat, navbatdagi tumanimiz. Marhamat. Bor. Qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, studiya qatnashchilari. Men Bayot tuman iqtisodiyot va moliya bo'lim bosh o'rinbosari Xudoynazarov Farruh bo'laman. Hozir yuqorida hamkasblarimiz to'g'ri aytib o'tishdi. Qo'shimcha manbalarda, masalan, yil boshida Bayot tumanida shakllangan erkin qoldiq mablag'lari birinchi navbatda tashabbusiy byudjet jamg'armasi eng kamida 30% qismi, qolgan qismi boyagi xalq deputatlari kengashiga havola qilinadi. O'sha xalq deputatlariga xalqdan tushgan murojaatlar bor yoki byudjet tashkilotlari yoki boshqa turdagi xarajatlar uchun xalqdan tushgan murojaatlar bo'ladi. Ularning ham xulosalariga asosan ko'riladi. Birinchi navbatda boya hukumat qarorlari, prezident farmonlarida keltirilgan dasturlar uchun yo'naltiriladi. Misol uchun mana Bayot tumanida bizda inson ijtimoiy markazlar hamma tumanlarda qurilyapti. O'sha Bayot tumanida birinchi erkin qoldiq mablag'laridan 330 million o'sha Bayot tuman inson ijtimoiy markazini qurilish, rekonstruksiya qilish ishlari uchun ajratildi. Undan tashqari yana boshqa ijtimoiy soha, shu bilan birgalikda kreditor qarzdorliklar yuzaga kelgan holatlarda kreditor qarzdorliklar qoplandi. Bugungi kunda birinchi chorak daromad rejasini oshirib bajarilgan qismi Bayot tumanida 1 milliard 154 million bo'lib, buni 346 million tashabbusiy byudjet jamg'armasiga o'tkazildi. Hozirgi kunda qolgan qismi omma muhokamasida, regulation deydi, omma muhokamasida turibdi. Ertaga 9-maydan keyin bu holat ham deputatlarga taqdim qilinadi. O'sha unda ham vajlar ko'rsatiladi, masalan, kreditor qarzdorliklar, qaysi tashkilotni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi, kimgadir masalan qaysi tashkilot quyosh panellari, masalan, bugungi kunda dolzarb mavzu elektr energiyasini tejash maqsadida kimda qanday talab bo'layotgan bo'lsa, o'shanga qarab yo'naltiriladi. Rahmat bildirilgan fikrlar uchun. Ozodbek aka, yana sizga qaytamiz. Umuman mana yuqorida aytib o'tdingiz tashabbusli byudjet doirasida. Keling endi mana shu tashabbusli byudjet doirasida misol uchun nechta loyiha g'olib deb topilgan. Bu borada yuqorida ham bir to'xtalib o'tdingiz. Ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun qancha mablag'lar ajratilgan va ushbu mablag'lardan bugungi kunda maqsadli foydalanilmoqdami? Batafsil fikr bersangiz, marhamat. Bu tema bo'yicha, mavzu bo'yicha gapirsam kuni yetmaydi. Shuning uchun qisqacha to'xtalib o'taman. Marhamat. Qariyb 2021 yildan beri 1000 ga yaqin loyihamiz g'olib topildi. Hozir ruxsat bersangiz faqat 2025-yilga to'xtalsam. Marhamat. 2025-yilda dastlab 58 ta loyiha g'olib topilgan bo'lsa, qo'shimcha 2 ta qo'shildi. Boya to'xtalib o'tdim. Qo'shimcha manbalar hisobidan yetmagan qismlar qoplab berildi tuman kengash tomonidan. Asosiy masala bu yerda fuqarolarning istagidan kelib chiqqandan keyin yo'l bo'lyapti. Deyarli ajratilgan pulning mablag'ining 70% yo'l olyapti. Dastlab avvalgi yillar olgan bo'lsak, maktab, tibbiyot masalalari olardi eng ko'p ovozda. Endi shu fuqarolarimizda savodxonligi oshgani sababli mahallaga qaytyapti o'sha yo'l, ichimlik suvi va hokazo gaz. O'sha 60 ta to'xtab o'tadigan bo'lsam, 17 tasi yo'l. Qolganlari maktab, bog'cha, gaz, hovuzda gaz ham bo'ldi. Qonun hujjati belgilangan boshqa loyihalar. Bu yerda maqsadli deb o'ylayman, sababiki har bitta hududdan kelib chiqib, misol uchun Bayot tumanidagi hovuzga o'tib ketmaydi, mablag'i o'sha fuqarolarning o'sha og'riqli nuqtasiga berilgan urg'u, ya'ni fuqarolar tomonidan o'zi bergan ovozda loyihani amalga oshiryapti bu loyiha. Bu bitta odamning fikri emas, minglab odamni. Shunday narsa aytib o'tishim mumkin. Mirzaobod tumanida 4000 talab ovoz yig'ib olib bo'la olmagan loyihalar bo'ldi. Endi bitta odamning fikri bilan ishni amalga oshirgan yaxshimi? 4000-5000 odamning fikri bilanmi? Meni fikrim maqsadli kelajagi bor loyiha deb hisoblayman.
maqsadli ishlatilyapti. Rahmat. Keling, mana endi ba'zan bu savolga ham to'xtalishimiz kerak. Nega ba'zan tashabbusli byudjet doirasida g'olib deb topilgan loyihalar ham moliyalashtirilmasdan qolib ketyapti. Umuman uchraydimi mana shunday hodisalar? Bu narsaga boya to'xtalib o'tdim. Boshqa dasturlarda amalga oshirish nazarda tutilgan loyihalar tashabbusli byudjet orqali amalga oshirilmaydi. Bizni viloyatimizda yashirmaymiz. Bu 2023-yilda ikkita loyiha bo'ldi. Davlat sherikchilik asosida ijtimoiy sohada isitish dasturi chiqdi. Prezidentimiz 118 sonli qarorlariga asosan. UP budjetda birinchi yutib chiqdi bu loyiha. Keyin u yoqdan bu dastur chiqyapti, DXSH chiqyapti. Davlat sherikchiligi asosida ijtimoiy sohada isitish chiqyapti. O'shandan keyin yutib chiqqani uchun ikki tomondan moliyalashtirish amalga oshmasligi sababli o'sha mablag'ni boshqa yoqqa ketmaydi. Keyingi mavsumda ishlatiladi o'sha mablag' yana qaytadan. Lekin ishontirib aytaman sizni, asossiz ravishda g'olib loyiha moliyalashtirilmaydigan joyi bo'lmadi bizda viloyatda. Respublikada oldi viloyatlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Baholashda ham respublikada 3-o'rinda bo'lganmiz. Rahmat, juda ham xursandmiz. Yuqorida yana shu savolga qaytyapmiz. Baribir yana Ozodbek aka sizga. Umuman viloyat va tuman shaharlarda mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalarining ishlatilish tartibi hamda qanday tadbirlarga ishlatilayotgani haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Birinchi navbatda Byudjet kodeksining 126-moddasiga asosan tuman, shahar, viloyat qo'shimcha manbalari ishlatiladi. Qonun osti hujjatiga Oliy Majlis 331-sonli qaror kiradi. O'sha qarorlar asosida birinchi navbatda prezidentimizni, davlat rahbarimizni, hukumatimizning qarorlarida rejalashtirilgan loyihalarni amalga oshirishga yo'naltiriladi. Buning tartibi xuddi shundayki, birinchi navbatda regulationda turadi. Regulation degani xalq muhokamasi. Bironta tadbirda amalga oshiriladigan bo'lsa, regulation.gov.uzdan kirib, har bitta fuqaro ko'rishi mumkin narsani ko'rib, tagiga izoh qoldirishga imkoni bor. O'sha izohlardan kelib chiqib, o'sha asoslarga kelib chiqib, viloyat, tuman, shahar xalq deputatlari kengash qarorlariga asosan o'sha loyiha uchun o'sha loyihaga qanday ajratiladi? Ya'ni byudjet buyurtmasiga ajratiladi. Agar qurilish bo'ladigan bo'lsa, yagona buyurtmachi bo'lishi mumkin. Yo maktabni moddiy texnik bazasini rivojlantirish bo'lsa, xalq ta'lim boshqarmasi, yo bo'lsa tuman xalq ta'lim bo'limiga, sog'liqni saqlash bo'ladigan bo'lsa, tibbiyot birlashmalariga, yo bo'lmasam tumanlardagi tibbiyot birlashmalariga, bu yil 2025-yilda viloyatdan oladigan bo'lsak, perinatal markazini mablag' ajratdik, qariyb 1 milliardga yaqin. Eng og'riqli nuqtalardan bittasi perinatal hamma boradi bu yoqqa. 1 milliard, qariyb 1 milliarddan oshiq yolg'iz ayollarni oliy ta'lim muassasasida ta'lim olishligi uchun to'g'ri kontrakt to'lab berishga yo'naltirildi. Shunga o'xshash juda katta tashabbusli byudjetga yo'naltirildi. Katta qismi. Rahmat Ozodbek aka, hozir mana tuman bizni studiyamizda boshqa tuman shahar vakillari ham, misol uchun mana Oqolton, Sayxunobod, Yangiyer, vakillari ham ishtirok etyaptilar. Keling, mana shu mahalliy byudjetni mana tuman shaharlarda shakllanish manbalari, ularni ishlatilish tartibi va qanday tadbirlarga ishlatilayotgani bo'yicha qisqacha fikrlarni tinglasak, marhamat. Oqolton, Guliston tumani, Sayxunobod, Yangiyer o'zingiz tanishtirib, hozir mana yana bizga studiyamizga yana qo'shilishdi yangi aniqlarimiz, ishtirokchilarimiz, ular ham o'zlarining fikrlarini bildirishadi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli ochiq muloqot ishtirokchilari. Men Oqolton tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Qo'chqorov Dostonman. Mahalliy byudjetni shakllantirish bo'yicha biz o'zimiz tumanni misolida aytadigan bo'lsam, 10 ta soliq turi kesimida tushumlar tushadi. Shundan 7 ta turdagi soliqdan mahalliy byudjetimiz shakllanadi. Bu soliq turlariga aylanmadan tushadigan soliq, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, tadbirkorlardan qat'iy belgilangan soliq, yuridik va jismoniy shaxslarning yer solig'i, yuridik va jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va suv resurslaridan tushadigan soliqlar hisobidan shakllanadi. Bizning tumanda bu yilgi daromad prognozimiz yillik 37 milliard qilib belgilangan, xarajatimiz 54,5 milliard qilib belgilangan. Orada 17,5 milliard tafovut bor, farq bor. Ya'ni tumanda o'zining xarajatlarini rayonda daromad qoplamayapti. Bu qoplanmagan mablag'lar tartibga soluvchi transfert shaklida yuqori byudjetdan ajratiladi. O'tgan yilga nisbatan bizda daromadlar shakllanishida bo'ladigan o'zgarishlarga to'xtaladigan bo'lsam, 2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga muvofiq o'tgan yili soliqdan ajratma me'yorlari bor-da.
o'tgan yil masalan daromad solig'ini 20% tumanga qoladigan bo'lsa, bugun o'sha bu yil o'sha ko'rsatkich 50% ga ko'tarilgan. Bundan tashqari yuridik shaxslarning mol mulk va yer soliqlaridan o'tgan yillarda 10% tumanga qoladigan bo'lsa, bu yil o'shalar 100% tumanning o'ziga qolyapti. Bundan maqsad yildan yilga tumanlarda o'zini daromadini hisobiga xarajatini qoplash. Rahmat. Navbatdagi tuman vakilimiz, marhamat. O'zingizni tanishtirib. Men Bayot tuman iqtisodiyot moliya bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xudoynazar Farruh bo'laman. Hozir hamkasbimiz o'z tuman daromadlari to'g'risida, xarajat to'g'risida gapirdi. Xuddi shunday Bayot tumanida ham bizning byudjetimiz, Bayot tumani mahalliy byudjetimiz 99 milliard 947 million tashkil etadi. Bu xarajatlar qismi hisoblanadi. Xarajat daromad qismimiz ham xuddi shunday 99 milliard 947 million. Ya'ni tuman mahalliy byudjetlari balanslashgan tenglik bo'ladi. Hech qanday taqchillik bo'lmaydi bunda byudjet kodeksiga muvofiq. Xarajatlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, asosiy qismi 99 milliard eng asosiy qismi butun tumanlar, tuman shaharlarda bu holat bor. 40% dan 50% gacha bu ijtimoiy soha uchun moliyalashtirishga xarajat amalga oshiriladi. Ya'ni bu kim? Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktabgacha ta'lim, maktab umumta'lim maktablari, sport, madaniyat sohalariga yo'naltiriladi. Shu bilan birgalikda obodonlashtirish, infratuzilma, iqtisodiyot xarajatlari, obodonlashtirish xarajatlari bu o'sha tuman shaharlardagi mavjud obodonlashtirish boshqarmalari uchun ajratiladi. Bu yil Vazirlar Mahkamasi 665-sonli qaroriga asosan obodonlashtirishda yo'llar bo'yicha alohida bo'lim ochildi. Tuman ichki mahalliy yo'llar uchun faqat. Masalan, har bitta tuman shaharda bu narsa, masalan, Bayot tumanida 4 milliard aynan yo'l uchun ajratildi. Tuman mahalliy yo'llarini ta'mirlash bu faqat. Mukammal yoki magistral yo'l emas, faqat tuman mahalliy ichki yo'llarini ta'mirlash uchun ajratildi. Shuningdek, tuman zaxira jamg'armasi bor. Boya Uchqun aytib o'tgandek hamkasbimiz boshqaruv organ tashkilotlari xuddi o'shanday tumanda ham bor. Tuman hokimligi, iqtisodiyot va moliya bo'limining o'zini saqlash xarajati, kambag'allik va bandlikka ko'maklash bo'limlari bu boshqaruv organ xarajatlariga bo'linadi. Boya Oqoltin tuman hamkasbim aytgandek, transferlar bizning Bayot tuman mahalliy byudjetida 25-yilda o'tkazib beruvchi, tartibga soluvchi transferlar mavjud edi. Bu yildan boshlab 2025-yildan boshlab boyagi jismoniy shaxslarda to'laydigan daromad solig'i o'tgan yil 20% edi. Tuman mahalliy byudjeti uchun ajratmasi. To'langani 20% tuman mahalliy byudjetida qoladi. Bu yil 96% o'sha ko'rsatkich 96% ga chiqqani hisobiga tuman mahalliy byudjeti yuqori turuvchi byudjetdan ajratilgan tartibga soluvchi transferlardan olmaydigan bo'ldi. Shuning hisobiga tuman mahalliy byudjeti o'zini o'zi qoplash holatiga yetib keldi. Bu holat jarayon doimiy ketib boryapti. Masalan, choraklik, oylik bo'layotgan daromad tushumlari o'z vaqtida bajarib borilyapti. Xarajatlar ham xuddi shunday. Rahmat bildirilgan fikrlar uchun. Keling, mana studiyamizda ishtirok etyapti Shuhrat aka, sizga shuni savol bilan murojaat etsak. Umuman ko'rsatuvimizga mana bevosita kuzatib bo'layotgan aholidan ham savollar kelib tushyapti, lekin shu vaqtgacha bizga kelib tushgan savol bor. Hozir navbatda ushbu savolga bersak, demak, birinchi savolimiz Mirzobod tumanida yashovchi Hasan Otajonovdan kelyapti ekan. Byudjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlarning oylik maoshlarini to'lab berish uchun belgilangan muddatlar haqida ma'lumot bering degan mazmundagi savol ekan. Marhamat. O'zingizni tanishtirib. Hurmatli ishtirokchilar, o'zim tanishtirsam, ismim Shuhrat, familiyam Mamad Karimov, boshqarmada bosh hisobchi lavozimida ishlayman. Avvalo juda o'rinli savol bo'libdi. Shu savol doirasida bir tarixga qaytmoqchiman. Qaysi ma'noda o'sha hukumatimiz rahbari tomonidan har sohada bo'lgan kabi bizning moliya tizimida juda ko'p islohotlar amalga oshirildi. Dastlab o'sha bizning shu vazirligimiz tomonidan va boshqa mutasaddi vazirlik tomonidan shu xorij tajribasi o'rganildi va hammamizga ma'lum shu Fransiya modeli bizga yaqin bo'lgani sababli shu Fransiya modeli bizga shu moliya tizimiga ma'qul keldi. Hozirgi kunda shu moliya tizimi to'liq raqamlashtirilgan. Shu o'zimizda shu dastur majmualarida faoliyat ko'rsatamiz. Yuqorida hamkasblar aytib o'tildi. Shu tashkilotlarimiz ham shu o'zlariga o'sha moliya tizimi tomonidan berilgan shu dastur majmualardan foydalanib ishlaydi.
bunda o'sha tashkilotlar Uzoqbod dasturiy majmuasida faoliyat ko'rsatadi. Ular tomonidan moliya organ tomonidan yil davomida ish haqiga tenglashtirilgan to'lovlar uchun oylar kesimida smetasiga pullar qo'yilgan. Ular ish haqi bank tenglashtish to'lovlarini demak har oyning 1-5 sanasida oylik ko'rinishda va avans ko'rinishda esa 15-18 sanalarda avans ko'rinishda oylarni o'z vaqtida olishadi. Rahmat. Hozir mana 0351 abonent egasidan savol kelyapti. Guliston shahri Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan Hamraboyev ko'chasida yashovchi Xudoybergenov Tursunboy akadan ekan. Aytayaptilarki, 10 kilovatlik 2 dona quyosh paneli qo'ymoqchiman. Kimga, qayerga murojaat qilay yoki narxi qancha va qancha subsidiya, bu borcha subsidiya beriladimi degan mazmundagi. Agar studiyamizda ishtirok etuvchilardan bu borada qandaydir fikr aniq bo'layotgan bo'lsa, marhamat. 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 Haqiqatan juda o'rinli hozirgi kunda shu davlatimiz yiliga mos savol bo'lgan ekan. Hozir yodimda yo'q, lekin telefonlar bo'lsa qo'shimcha qilib o'zlariga chiqib o'sha hozirgi kunda elektron portal bor. Bu bo'yicha shu portalga kirib o'zlari xohlaganday qancha quvvatli bo'lsa o'sha zamonaviy panelda o'rnatish mumkin. O'sha saytga kirib o'sha hamma batafsil yozilgan, subsidiya olishlari mumkin va o'sha o'zidan ortgan qismini davlatga sotishi ham mumkin. Har tomonga qulay. Rahmat. Akmal aka, mana davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi mana bog'chalar, ota-ona badal to'lovlari miqdorlari qancha, nega har xil miqdorda misol tashkil etadi? Qolaversa yoki ota-ona badal to'lovlaridan imtiyozlar kimlarga qo'llaniladi degan bir mazmunda savol kelgan ekan Sardoba tumanida yashovchi Karima To'laganovadan. Marhamat. Juda xalqni, butun ota-onalarni, butun respublika miqyosidagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida demak farzandlarini bergan ota-onalarni haqli har safarga o'sha qayta bot takrorlanadigan savol. Bu savolni endi javob beradigan bo'lsak, juda bir nimada bu ota-onani badal to'lovi ham gorizontaliga, ham vertikaliga, ya'ni eniga ham, bo'yiga ham tabaqalashtirilgan. Endi qanday aytsak, tabaqalashtirgan desak sal qo'pol eshitilishi mumkin, toifaga ajratilgan. Ya'ni xabarimiz bor, har bir davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining o'zini tuzilmasi bor. Ya'ni viloyat markazlarida tashkil etilgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bor. Viloyat bo'ysunuvdagi shaharlar, tuman markazlari tuman markazidan boshqa hududlarda joylashgan demak davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Vaqt birligi jihatidan ham qisqa guruhlar deydi, ya'ni 4 soatlik tashkil etiladi guruhlarimiz. 9 soatlik, 10,5 soatlik va 12-24 soatlik davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz demak toifalarga ajratilgan. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, tuman markazlaridagi o'z-o'zidan ma'lum tuman markazini makroiqtisodiy ko'rsatkichi, rivojlanish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ularning badal to'lovi boshqa hududlarga nisbatan sal yuqoriroq yuradi. Umumiy javob beradigan bo'lsak. Undan tashqari Prezidentimizning 152-sonli farmonlari chiqqan, ya'ni hududlar o'sha har bir tuman shahar, 11 ta tuman shaharimiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, toifalarga bo'lingan. U ham xuddi shunday infratuzilmasidan, makroiqtisodiy ko'rsatkichlaridan, iqtisodiy ko'rsatkichlardan kelib chiqib, hududlarning rivojlanish nuqtai nazaridan toifaga bo'lingan. Undan eng misol uchun Sardoba tumanini misol keltiradigan bo'lsak, Sardoba tumanimiz juda og'ir hudud deb e'tirof etilganligi uchun 5-toifaga tushgan. Ya'ni 5-toifadagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda o'z-o'zidan hozirgi kunda 30%, ya'ni badal to'lovidan imtiyozlar bor. Qolgan yana Mirzobod bilan Oqoltin tumanimizda 15% dan imtiyoz bor. Ya'ni kim aniq sifrani aytganim bilan baribir u nima qilmaydi. 100 so'm to'lov amalga oshiriladigan bo'lsa, o'shandan 15% imtiyozi bor. Sardoba tumanida 30% imtiyozi bor. 3 ta shaharimiz va Sirdaryo tumanimizda iqtisodiy jihatdan juda yaxshi rivojlangan, lokatsiyalar, joylashuvlar yaxshi bo'lganligi uchun ularga imtiyoz qo'llanilmagan. Shu jihatdan undan tashqari
Ya'ni bitta ota-ona o'zini bitta farzandini berish mumkin davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga, ikkita va undan yuqori. Bularga ham o'z o'rnida imtiyozlar qo'llangan. Ya'ni bitta farzandi boradigan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti misol uchun 200 ming to'lov amalga oshiradigan bo'lsa, o'sha bog'chaga ikkita farzandi boradigan bo'lsa, 150 ming so'm badal to'lovi amalga oshiradi. Ya'ni imtiyoz qo'llanilgan bunga ham. Yana kimlarga endi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida imtiyozlar qo'llaniladi? Haqiqatan imtiyozlar mavjud. Demak, Adliya vazirligimizdan ro'yxatda o'tgan 28-21 sonli qaror mavjud. Ushbu qarorda ijtimoiy yagona reyestr hozirgi kunda yaratilgan, ya'ni o'sha har bir hududda kam ta'minlangan deb e'tirof etiladigan ma'lumotnoma rasmiylashtiriladi. Ya'ni bolalar, ijtimoiy nafaqalar, bolalar pullari deydi, xalq tilida aytganda, o'shanaqangi reyestrga kiritilganlarga o'sha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga 15% gacha. Ya'ni bitta davlat tashkiloti bo'ladigan bo'lsa, 100 ta tarbiyalanuvchi bo'lsa, o'shandan 15 tasi imtiyoz qo'llanishi kerak. Qanday holatda? O'sha reyestrda ota-onasi farzandi turadigan bo'lsa, ularning farzandlari o'z-o'zidan badal to'lovidan ozod etiladi. Endi savol yana tug'iladi. 15 tadan oshiq bo'lsa-chi, 17 ta bo'lsa, 20 ta bo'lgan holatda qanday bo'ladi deganda, ular toifaga ajratiladi. Ya'ni birinchi navbatda boquvchisini yo'q, o'sha boquvchisi emas, birinchi guruh va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan ota-onalarning farzandlari birinchi navbatda turadi. Undan tashqari kam daromadli deb topilgan oilalar va shunga o'xshash nogironligi mavjud ota-onalarning farzandlari imtiyoz qo'llaniladi. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, bosqich amalga oshiriladi. Ya'ni kim 15% dan ortiq qismi o'z-o'zidan zaxiraga tushadi. Qaysidir davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidan farzandini boshqa davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga olib o'tadigan bo'lsa, o'sha zaxiradagi turgan bolalarni nimaga yo'naltiriladi. Endi bunda haqiqatan ota-onalar juda ko'p savollar bilan chiqqan, sarsongarchiliklar yuzaga keladi. Hozirgi kunda o'sha yagona reyestrda avtomatik tarzda o'sha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga ma'lumotnoma yuboriladi. Ya'ni bu yagona reyestrda turadi, bu badaldan ozod etilishi maqsadga muvofiq degan. Boshqa holatlarda, ya'ni boquvchisi yo'q ayollar, ya'ni o'zini o'sha turmush o'rtog'ini vafot etganligi yoki qandaydir holatda halok bo'lganligi, qandaydir tartibda o'sha boquvchisi yo'qligini nima qiladigan yagona davlat xizmatlari agentligidan ma'lumotnoma olib, o'sha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ma'lumotnomani yuborsa, u o'zini ota-onadan o'sha to'lovdan ozod qilishadi. Tartiblari mana shunday tartiblari. Rahmat Akmal aka. Kelinganda yana savol bor ekan. Ya'ni Xovos tumanida yashovchi Bayram Kenjayevdan kelgan ekan, Oybek aka. Mana shu aytyaptilarki, davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplanadigan tuman shahar darajasidagi ambulator va statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlarga necha turdagi dori vositalari bepul berilishi kerak? Dori vositalari sotib olish uchun qancha miqdorda mablag'lar ajratiladi degan mazmunda ekan. Rahmat. Ishtirokchimizga bu savollar uchun rahmat aytamiz. Bu albatta hammamizni bir og'riqli nuqtamiz desak bo'ladi. Bu chunki butun davlatimiz siyosatida ham hukumat qarorlarimizda ham eng katta e'tibor albatta tibbiy xizmatga ajratiladi. Bu o'rinda o'sha aytib o'tsak, mana bizning Sirdaryo viloyatimizning 2025-yil mahalliy byudjetimiz 2 trillion 550 milliard bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 1 trillion 32 milliardi o'sha tibbiy muassasalarimizga ajratiladi. Ya'ni bu degani umumiy Sirdaryo viloyati byudjetining 41% ni tashkil etadi bu umumiy o'sha sog'liqni saqlash muassasalariga ajratiladigan mablag'larimiz. Albatta bu dori-darmonlar savoliga to'xtaladigan bo'lsak, bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining o'sha 48-moddasida ham aytib o'tilgan, ya'ni o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'sha tibbiy yordamning o'sha kafolatlangan hajmdagi paketlar doirasida belgilangan tartibda o'sha bepul dori-darmon vositalari bilan ta'minlanish huquqiga ega. Bu albatta Konstitutsiyamizda belgilangan. Undan tashqari o'sha muhtaram prezidentimizning 51-24-sonli, 197-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 832-sonli qarorlari qabul qilingan. Bu o'sha belgilangan tartibda ijtimoiy
paket doirasida bepul dori vositalarini ta'minlash maqsadida. Bu qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida albatta Sog'liqni saqlash vazirligining 41-sonli buyruqlari tasdiqlangan. Bu 34-65 son ro'yxat bilan albatta Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan bu qarorimizni, o'sha buyrug'imizni hurmatli tinglovchilarimiz, fuqarolarimiz o'sha internet tarmog'i orqali qiyinchiliksiz buni topib olishlari mumkin. O'sha Lexus saytlarimizda ham bu o'sha buyrug'imiz ochiq belgilangan. Bu dori vositalariga to'g'ri keladigan, to'xtaladigan bo'lsak, bizda birlamchi tibbiy yordam muassasalarimiz bir necha turlarga bo'linadi. Ya'ni o'sha oilaviy shifokor punktlari, oilaviy poliklinikalar, ko'p tarmoqli poliklinikalar hamda markaziy shifoxonalarga bo'linadi. Bu 41-son buyrug'i bilan belgilangan, ya'ni o'sha oilaviy shifokor punktlari 79 turdagi, oilaviy poliklinikalar 90 turdagi, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarimiz 138 turdagi hamda markaziy shifoxonalarimiz 235 turdagi o'sha dori vositalari bilan murojaat qilgan bemorlarimiz bepul ta'minlanadi. Bu hukumat qarorlari bilan belgilangan. Albatta. Bu dori vositalari uchun 2025-yil mahalliy byudjetlarimizdan 52 milliard so'm mablag'lar ajratilgan o'sha dori vositalarini ta'minlash maqsadida. Rahmat, hozir mana kadr ortida xabaringiz bor, mana kadr ortida faoliyat yuritgan bizning ijodiy guruhimiz bor, ya'ni bosh rejissyorimiz, boshlig'i ijodiy guruhimiz bor. Hozir bizga imo-ishora qilyaptilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti deganligi uchun. Keling, mana shu ko'rsatuvimiz so'ngida mana shu bugungi ko'rsatilgan mavzu yuzasidan kimda qanday xulosa, taklif, fikr bo'layotgan bo'lsa, qisqacha eshitamiz. Marhamat. Qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Bugungi mavzular bo'yicha. Marhamat. Marhamat. Bugungi uchrashuvimizdan biz bahayotda xursandmiz. Sizlarga taklif sifatida bersak, tez-tez shu narsalarni eshitib turish kerak. Xalq fikrini eshitib, fikr almashib, nimalar, qanday savollar birinchi navbatda televideniyada keladi, o'sha savollarga biz o'zimiz ishlaymiz. O'sha savollar qanaqa savol kelyaptiki, o'sha savolni o'sha nuqtaga ko'proq urg'u beramiz kuchda. Bugungi yuzma-yuz kelganimizdan biz bahayotda xursandmiz. Rahmat, bildirilgan fikr va mulohazalar uchun azizlar, yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu kun mavzusi ko'rsatuv edi. Ko'rsatuvimizda mana shunday efirga sifatli uzatilishida kadr ortidan bir guruh ijodiy guruhimiz, bosh rejissyorimiz boshlig'ida ijodiy guruhimiz faoliyat ko'rsatdi. Hozir mana kadr ortidan menga imo-ishora qilishyapti. Bu nihoyatga yetayotganligini anglatadi. Azizlar, ko'rsatuvimiz davomida bildirilgan fikr va mulohazalaringiz uchun, ishtirokingiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yanaga ko'rsatuvlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hali bizdan uzoqlashmang. Oldinda biridan qiziq ko'rsatuvlar sizni kutib turibdi. Xayr, salomat bo'ling.